Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jamoat mana oshar boshlandi. Mana üstünde kameshik bolalar ishlab boshladi tuğanlar. Shoshmay kelaversingizlar bo'ladi. Bugun subota. Erteng воскресенье kundagi oshar, bugundagi oshar, jiloshilar kelaversingizlar bo'ladi. Boshqa tuğanlarga da tanishlarga aytib qo'yingizlar. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемый джамат, хашар проводим, так строительство медресе помогаем. Приходите, у кого как там получится. Своим знакомым, родственникам тоже передайте. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Bunaka bugun уже osharga kelaverasizlar shashpasdan. Rastor kelib tur bunaka. Shashpasdan tez kelaverasizlar, rastorga kelib tushirib qo'ydik bunaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bunaka maqsad hacı amanatni olib keldi. Produktlar shosharchilarga deb duo qilib qo'yasizlar, tuğanlar. Alloh rozi bo'lsin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jamoat bunaka Novosibir shahrindagi Mira mechit. Mana joqda bunaka medresa. Bismillahirrahmanirrahim. Birinchi etaj. Bunaka ikkinchi etajga chiqib, ikkinchi etaj. Üçüncü etaj, dördüncü etaj bunaka. Bismillahirrahmanirrahim. Bunaka beşinci etaj. Bunaka bugün subota günü boshlarchilar, kameshiklar. Bunaka jamoat, bunaka biz tuğanlarımız, bundan bir jamoat bilan ruhlab kelibdir. O'sha mechit medresega deb yordam berib qo'yildi deb shu ustalarga bunaka ruhli yetishmayotgan Novosibir shahridagi Mira mechit, medresa, bunaka mechit, stроительство medresa, bunaka tuğanlarimiz bunaka jamoat bilan shunday sadaqa qilib o'tadi, duo qilib qo'yasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.